Do'stim, agar siz shaxsiy brendingizni Instagramda rivojlantirmoqchi bo'lsangiz, yoki o'zingizni mahsulotingiz, produktingizni sotmoqchi bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Sababi hozir men sizga o'zimni e, mijozlarimdan bittasi bo'lgan Bobur aka Ro'zmatov profilini qanaqa qilib noldan 3 oy ichida 30 mingta auditoriya yig'ganimiz, Instagram orqali yig'ganimizni tushuntirib, to'liq razborini qilib beraman sizga. Farqi yo'q, siz biznes egasi bo'lasizmi, mutaxassis, student bo'lasizmi yoki menga o'xshab endi universitetni bitirgan inson bo'lasizmi? Agar siz blogingizni rivojlantirishni xohlasangiz, Instagram orqali bu video aynan siz uchun. O'shaning uchun agar sizga bu mavzu qiziq bo'lsa, yaxshilab o'tirib joylashib oling, chunki biz hozir kamida yarim soat siz bilan birga shu proyektni razborini qilamiz. Sizni qiziqtirish uchun mana bu noldagi profilni biz 3 oyda 30 mingta sifatli auditoriya qilib yig'ganmiz. Sizni qiziqtirish uchun men Bobur akaning hozir bitta videosini ko'rsataman. Odatda shaxsiy brend rivojlantirganda ko'pchilik shablonli narsalarni ishlatadi. Biz bu zo'r keys bo'lgan. Dubayda syomka qilganmiz, bu yoqda Turkiyada syomka qilganmiz, Toshkentda ham zo'r joylarda syomka qilib, boshqacha neobычный syomkalar qilganmiz. Men sizga qiziqtirish uchun bitta Turkiyada bo'lgan syomkani qo'yib beraman hozir. Hayot bu sinov. Har bir yangi kun toza varakdan boshlash imkoniyatidir. Qiyinchiliklardan qo'rqmang. Ular sizni kuchliroq qilish uchun sizga beriladi. Agar siz ular uchun kurashishga tayyor bo'lsangiz, orzularingiz haqiqiydir. Ideal vaqtni kutmang. Hozir harakat qiling. O'zingizga ishoning. O'z ustingizda ishlang va hech qachon taslim bo'lmang. Alloh sabr toqatli va tirishqoqlar bilan birga. Siz ishonsangiz va harakat qilsangiz, eshiklar albatta ochiladi. Muvaffaqiyat darhol kelmaydi. Bu sabr, toqat, iymon va mehnatni talab qiladi. Xatolar yo'lning oxiri emas, balki sizni dono qiladigan saboqlardir. O'zingizni boshqalar bilan taqqoslamang. Sizni poygangiz faqat kechagi siz bilan. Kuchli bo'ling, maqsadli bo'ling, taslim bo'lmas odam bo'ling. Esingizda bo'lsin, agar siz bu haqida orzu qila olsangiz, bunga erishishingiz mumkin. Aynan shu syomka uchun biz komanda bilan bir kunga Turkiyaga borib syomka qilib kelganmiz. Bundan tashqari biz bu proyekt uchun Dubayda syomka qilganmiz, Turkiyada, Toshkentda va boshqa shaharlarda ham syomka qilganmiz. Men sizga hozir buni to'liq razborini qilib beraman. Razbor qanaqa formatda ketadi? Bundayicha. Birinchi sizdagi Bobur akada bo'lgan bloklarga yechim beraman, keyin shaxsiyatni ochamiz, keyin sahifani kontent chiqishga tayyorligini ko'rsataman, keyin kontent chasti, doimiylik chasti bo'ladi. Ko'pchilik meni tanigan insonlar bu proyekt yurishimni bilishadi. Mendan so'rashadi, mana shu Turkiyalarda, Dubaylarda syomka qilgansizlar, bu qanaqa bo'ladi o'zi? Usluginglarning ichiga kiradimi, yo'qmi? Kim pul bergan bunga? O'zingizlar xarajat qilganmisizlar yoki klient pul berganmi deb so'rashadi. Men o'sha videoni davomida hammasini podrobniy aytib beraman sizga. Qaysi komandani ishlatganman, Dubayga qancha rasxod qilganmiz, Turkiyaga qancha rasxod qilganmiz, qanaqa syujetniy formatda olingan, nima pozitsiya olib chiqilgan u yerda, hammasini men sizga podrobniy aytib beraman. Undan oldin o'zimni qisqacha tanishtirsam. Birodar, meni bugun birinchi marta ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin. O'shaning uchun sizga o'zim haqimda qisqacha ma'lumot berib ketaman. Men ismim Nodir. Westminsterni bitirdim 2024-yil o'tgan yili. Biznes marketing yo'nalishini bitirganman. 2021-yilda shu sohaga kirib kelganman, IT sferasiga. IT bilan parallel ravishda blogga ham yuritishni boshlaganman. O'sha paytda endi ko'p SMM proyektlarda ishladik, performance marketinglar qildik. Keyin o'sha blogni rivojlantirishga o'tib ketdik. Eng birinchi proyektlarimdan bittasi bu Maftuna English proyekti. Mana bu proyekt 2 oyda 40 ta reels bilan 60 mingta odam olib kirganmiz. Organik, umuman target reklamaga bir so'm pul ajratmaganmiz. Aytgancha Bobur akaning profilida mana oxirgilaridan bittasi bu ham. Bu yoqda ham targetga ham, reklama influencerlarga bir so'm pul ajratilmagan, faqat organika 30 mingta 3 oyda auditoriya olib kirilgan. Endi bundan tashqari Ilyos akada, Shanuli, Mir Islomov, Tushlar vodiysini shu glavniy основатель xo'jayini, bular bilan Bektosh aka bilan ishlaganmiz. 90% proyektimizda noldan organik orqali auditoriya olib kirganmiz va bundan tashqari yana bir nechta proyektlarimiz bor. Hozir shu proyektlarda biz ishlab kelyapmiz. Xo'p, birinchi muammoga yechimdan boshlaymiz.
mana siz shaxsiy brendingizni rivojlantirmoqchi bo'lgan paytingiz sizni miyangizda bloklaringiz bo'ladi. U blok nimadan iborat? Mana misol siz blog boshlamoqchisiz, Instagramda brendingizni, shaxsiy brendingizni rivojlantirmoqchisiz, o'zingizga blog qo'yasiz. Meni hozir figuram nito'roq, ozgina semizroqman, men ozib olishim kerak. Ozib olsam kameraga chiroyli chiqaman, o'shanda keyin boshlayman degan bitta blog o'zi aslida. Bunaqa bloglar bir nechta. Agar siz shu bloglarni hammasini yechilishini kutsangiz va keyin boshlayman desangiz, biling bu narsa hech qachon tugamaydi. Siz figurangizni to'g'irlagan paytingiz sizda vaqt bo'lmay qolishi mumkin. Vaqtingizni to'g'irlagan paytingiz sizda pul bo'lmay qolishi mumkin. Pulingizni to'g'irlagan paytingiz sharoit bo'lmay qolishi mumkin. Hamma narsangiz zo'r bo'lib turib, bironta blogingiz qolmagan, miyangizda blok qolmagan payt yuzingizga o'g'ri chiqishi mumkin. Oddiy misol, primer. Va bu narsa davomiy, bu narsa hech qachon tugamaydi. Meni o'zimda ham juda ko'p bo'lgan. Men oddiy shu prichoskam o'ziga juda katta ahamiyat berib, sochimni o'stirib olsam, keyin boshlayman. Sochimni o'sib olsam, yuzimni ozgina to'g'rilab olay degan narsalar juda ko'p bo'lgan va men ham shu keyin qoldirib yuraverganman bu narsani. Agar siz ham miyangizda hozir shunaqa bloklaringiz bo'lsa, ozib olishim kerak, sochim o'sib olishi kerak, ugrim ketishi kerak, vaqt topa olmayapman, pul topa olmayapman, sharoitim yo'q degan bloklaringiz bo'lsa, maslahatim shunchaki boshlang. Bu blok hech qachon tugamaydi. Hech qachon. Har doim qaysidir blogingizni yechgan paytingiz o'rniga boshqa blok kelaveradi. Bu narsa davomiy. Takje Bobur aka bilan birinchi переговорda o'tirganimizda ham Bobur aka aytganlar, Bobur akada ham shunaqa bloklari bo'lgan. Endi ularda qanaqa bo'lgan? Bobur aka menga aytganlar, "Meni vaqtim yo'q." Birinchidan degan, 2 yildan beri boshlamoqchi bo'laman shaxsiy brendimni. Lekin vaqt topa olmayapman, vaqt ajrata olmayapman deb aytganlar. Bu birinchi blok. Ikkinchi blok, men kamera oldida ishlay olmayman degan. Mana siz bilan o'tirsam zo'r gaplashaman, как положено do'stimga murojaat qilgandek gaplashaman. Lekin kamera yoqildi, bo'ldi. Men gaplarim esimdan chiqib qoladi. Deb turib birinchi переговорda shunaqa aytganlar. Aytgan, men shaxsiy brend yuritmaganman shu paytgacha. Meni o'zimni profilim bor deb. Mana bu profilni kurs keldi. Men sizlarga hozir kursdaman. Bu profilga ham adashmasam 30 mingdan oshiq pul tikkanman deb aytganlar. Qaysi ma'noda? Ko'ryapsizlar, aktualniy o'zida 20 tadan oshiq davlatga borganlar. Bu yerda mana shu borgan davlatlarimni rasmda qo'yib, joylab, mana shunaqa yurg'izganman o'zim. Lekin video chiqarmaganman deb aytganlar. Shu birinchi переговор 2024-yil avgust oyini gapirib beraman men. Keyin men Bobur akaga taklif berganman. Bobur aka bizda mana shunaqa Influence Pro degan dastur bor. Yirik katta tadbirkorlarni shaxsiy brendini rivojlantiramiz. Keling siz bilan bitta ishlab ko'raylik. Siz xohlayotgan rezultatga men olib borib bera olaman. Ko'zim yetadi. Sizga bitta pozitsiya aniqlaylik. O'zi pozitsiyangiz qanaqa, qadriyatlaringiz qanaqa? Bitta shuni уточнить qilaylik-da. Siz bilan blog yuritishni boshlaylik. Mana bu bloklaringizni yechib tashlaylik. Men ko'p vaqtingizni olmayman. Bir oyda 2 marta syomkaga kelib bersangiz bo'ldi. Hamma narsani o'zim kontentini yozib, syomka, production hammasini o'zim tashkillashtiraman. Blogingizni boshlaymiz shunaqa qilib. Deb turib birinchi переговор shunaqa bo'lgan. Ya'ni birinchi переговорda Bobur akani o'zini miyasidagi bloklarni yechganmiz, hamma shaxsiy brendga nisbatan. Endi keyingi chast bu bloklar yechilgandan keyin men yuritayotgan insonim o'zi kimligini bilishim kerak. Ya'ni shaxsiyati qanaqa odam, qadriyatlari qanaqa, oldin kim bo'lgan, hozir kim, qanaqa bizneslari bor, qanaqa pozitsiyada chiqmoqchi. Chunki pozitsiya juda muhim narsa. Hozir odamlar brendga ishongandan ko'ra brend orqasida turgan odamga ko'proq ishonishyapti. Misol uchun oddiy misol Murod Nazarov oladigan bo'lsa ham, Murod aka aytadilar, ishonch degan pozitsiyada chiqib kelganlar. Ya'ni biz ishonchli uylar quramiz, menga ishoninglar, men ishonch beraman xalqqa. Men qurgan uylarning hammasi ishonchli degan pozitsiyaga chiqqan. Butun xalq Murod Nazarovni shunaqa taniydi, ya'ni ishonchli odam. Bu qurgan uydan olsa bo'ladi, ishonchli degan pozitsiya chiqadi. Men ham Bobur akaga savol berganman. Bobur aka, sizni qanaqa pozitsiyada olib chiqamiz? Siz qadriyatingiz qanaqa? Nimalarga qiziqasiz degan narsani berganman. Meni o'zimni shaxsiyatni ochadigan savollarim bor. 100 ta savol, mana sizga ko'rsataman. 100 ta savoldan iborat. U 100 ta savolni berib, men javob olgandan keyin meni mijozimni portreti paydo bo'ladi mana. Ya'ni bu qanaqa odam o'zi? Qadriyati qanaqa?
yurish turish qanaqa bizneslari bor, oilasi qanaqa, sayohat yaxshi ko'radimi, qiyinchilik ko'rganmi, yo'qmi, qanaqa kontent qilsa bo'ladi, qanaqa pozitsiyada olib chiqsak to'g'ri degan o'zimni savollarimga javob olish uchun men klientimga har doim kontent qilishdan oldin, syomka qilishdan oldin shu 100 ta savolni beraman. Bobur akaga ham o'sha Hilton'ni ko'rishib o'sha 100 ta savolni berganman, javob olganman. Javob olgandan keyin kontent chasti kelgan. Men kontent yozishni boshlagan. Kontent biz qanaqa yozamiz? Men sizga hozir ko'rsataman. Kontentni o'sha shaxsiyatni ochadigan savollardan kelib chiqib men kontent tuzaman, ya'ni qanaqa inson, qanaqa qiyinchiliklar ko'rgan, ekspertning videolariga kontentlar, har xil kontentlar tuzaman. Buni отчетini har oy olib boraman. O'sha bir oy davomida nechta reels chiqardik, qanaqa mavzularda chiqdi, qanaqa prosmotrlar bo'ldi, like nechta bo'ldi, komment nechta bo'ldi. Mana oddiy misol, birinchi oy 556 mingta o'sha prosmotr bo'lgan ekan Bobur aka avgust oyida. Sentyabr oyida bu ko'rsatkich 1 million 837 ming bo'ldi уже. Oktyabr oyida уже 1 million 520 ming. Menda har oylikni отчети bor misol uchun. Noyabr oyida уже mana 2 million 163 ming. Men bu narsani nimaga qilganman? Men ko'rib borishim kerak. Menda progress bo'lyaptimi, regress bo'lyaptimi? Men tepaga qarab ketyapmanmi yoki pastga tushib ketyapman? Qaysi kontentlar bizga zo'r o'xshayapti, qaysi kontentlar uncha yemayapti? Shu narsani men o'zim ko'rib borishim uchun men shunaqa o'zimga Notion'da kontent olib boraman. Bu narsani har oylik отчетini men klientimga beraman. Bobur akaga shu narsani tuzdim. Shaxsiy brend ochadigan savollarni oldim, kontent tuzdim. Kontent tuzganimizdan keyin Bobur akani syomkaga chaqirdim. Syomkaga chaqirgan paytim, syomka qotganimizda Bobur aka kamera yoqilgandan keyin rostdan o'sha bloklari bor ekan, gapira olmadi. Shuni kamerani bossa, уже tillari aylanmay gapirib o'tgan gaplari esdan chiqib qolib yoki o'sha so'z bir-biriga tushmay qoldi. Keyin biz решение qildik, yechim qildik. Men borlarga aytdim, sizlar chiqinglar. Chiqib turinglar hammasi. Men Bobur akaga yolg'iz qolamiz, bu yerda yolg'iz gaplashamiz. Bobur akaga aytdim. Bobur aka bo'ldi, syomka hech narsa qilmaymiz. Keling, kecha gapirib bergan gapingizni menga qaytadan gapirib bering. Bitta eslab olaylik o'zi. Nimalar haqida gaplashuvdik biz? Qanaqa odam edingiz, qatli edingiz? Qanaqa bizneslaringiz bor edi, qanaqa qiyinchiliklar ko'rganingiz? Bitta boshidan gapirib bering, men eslab olaylik dedim. Momentalni kamerani knopkasini ezib qo'ydik. Ya'ni kamerani yoqib qo'ydik. Keyin podkast formatda mana ko'rishingiz mumkin, mana bu rasmda bor. Bobur aka o'tiribdi, mana bu kamera mani. Mana bu chetda men o'tiribman. Bobur aka bilan qaytadan gaplashdik. Qanaqa odamlar, shaxsiyati qanaqa, qadriyati qanaqa, noldan o'sha podkast formatida gaplashdik. Bu bitta zo'r insight. Agar siz ham kameraga gapirishga qiynalsangiz, sizda shunaqa muammo bo'ladigan bo'lsa, shu formatdan foydalaning. Ya'ni podkast formatida. Men o'tiribman, to'g'rimda bitta o'zimni tanishim o'tiribdi, biz gaplashyapmiz. Bu yerda kamera shu narsani syomka qilyapti. Shu narsani olib, kerakli joylarni kesib, montaj qilib, blogingizga, ya'ni Instagram sahifangizga joylashni boshlang. Bu yaxshi prosmotr yig'adi. Chunki o'ta samimiylik bo'ladi. Siz hech kimni o'zingizdan yoqib olib, qanaqadir yasama gaplar o'tda bo'lmaydi. Qiynalmaysiz ham, kamera oldida ishlashdan qiynalsangiz shu formatdan foydalanganingiz yaxshi. Biz Bobur aka shu formatdan foydalandik. Keyin o'sha gaplashib bo'lganimizdan keyin endi syomka qilamizmi dedi Bobur aka. Men aytdim, Bobur aka biz syomka qilib bo'ldi o'sha, biz kamerani bosib qo'ydik. Bugungi syomka tugadi. Endi shu narsalarni kesib biz kontentlar chiqaramiz dedik. Endi keyingi chast mana 12-avgust kuni syomka qilgan ekanmiz. 12-avgust kuni syomka qilganmiz. Profil ochildi Bobur aka uchun. Noldan profil ochdik. O'sha men savollardan kelib chiqib, Bobur aka o'zi kim, nima ish qiladi, nimaga qiziqadi, bio qismga yozdim. Bio qism juda важный. O'sha sizning profilingizda bio o'zi 2-3 qatorli sizning reklamangiz. Agar bu reklama zo'r bo'lsa, siz shu bioni o'zidan produktingizni sotsangiz ham bo'ladi. Hattoki shu darajada bio. Birinchi kirgan odam siz bio qismingizga qaraydi. 30 soniyaning ichida shu bio qismingizga qarab, yo sizga obuna bo'ladi, yo sizga qiziqish bildiradi yoki yo'q. Sahifangizdan chiqib ketib reels ko'rishda davom etadi. O'shaning uchun Bobur akaga nima deb yozdim? Bobur aka aytdilar, men Iron Man bo'lmoqchiman. 1 yil ichida xudo xolisa shunga tayyorgarlik ko'raman. Sport yaxshi ko'raman. Juda ko'p sayohat qilaman. Sayohat qilsa insonning miyasi ochiladi, maqsadlar keng bo'ladi dedi.
O'shaning uchun sport, sayohat, ikki kitob o'qishni yaxshi ko'raman dedi. Sport, sayohat o'qish deb yozdim. Kimligini yozdim. Asoschi, rahbar, o'sha Be Invest Development Trinity turar joy majmuasini asoschisiligini yozdim. Shaxsiy profillari bor ekan, boya ko'rsatdim sizlarga. O'sha profilni yozib qo'ydim. Bio qismini tayyor qilib olganimdan keyin men content chastga o'tdim. Content chastni men qanaqa beraman? Hozir ko'rsatdim mana. Mana tanishuv videodan boshlangan. Mana bu ko'rishingiz mumkin. Tanishuv video o'sha birinchi oy 278 ming prosmotr bo'lgan ekan. Tanishuv video uchun birinchi oyda 278 ming prosmotr bu просто wow. Degani, agar sizni birinchi videongiz bunday prosmotr yig'sa, bilavering, siz Jackga urdingiz. Hozir men sizga ko'rsataman u video qanaqa bo'lganini. Mana o'zlarining profillari. Hozir уже bu video 500 mingta prosmotr. Nimaga bunaqa bo'lgan? Biz stabilniy video qo'yganimiz hisobiga bu ko'rsatkich oshib boraveradi, to'xtamay. Men sizga hozir bu yerda bitta zo'r insight aytaman. Bu yoqda ham foydalanishingiz mumkin bo'lgan. Hozir birinchi videoni qo'yib beraman. Ismim Bobur, Xorazmdanman. Hozirgi kunda Toshkentda istiqomat qilamiz va biznesimizni shu yerda olib boryapmiz. Ko'p qavatli turar joylarni quramiz. 2018-yilda Xorazmda boshlaganmiz qurilishni akam bilan. Undan oldin Xorazmda Kolizey degan restoranimiz bo'lardi. Shu restoran sohasida yurganmiz. Restoranni sotib, restoranda ham quruvchi bolalarga sotganmiz. Shundan bizga qurilishga kirish, qiziqish boshlangan. Ular bilan ish keyin alohida chiqib ishlarimizni kattalashtirib 2022da Toshkentga keldik. Xorazmda ish boshladik. Hozirgi kunda Toshkentdamiz. Ikkita loyiha ko'ramiz. Birinchisi Qoraqamishda Chashma loyihasi. Ikkinchisi yaqinda boshladik. Yunusobod City loyihasi qilingan. Xuddi Toshkent Cityga o'xshagan 65 gektar joy. O'sha yerda biz 1 gektar olganmiz. Shu yerda Trinity deb nomlaganmiz loyihamizni. 16 qavatli. Shu yerda ishlayapmiz. Bu bitta важный narsa bor, e'tiborga olish kerak bo'lgan. Bobur aka bilan suhbat qilganimda Bobur aka menga aytdi. Nodirbek, men Xorazmdanman. Xorazmda bir-birini podдержка qilish zo'r. Misol, meni ham uncha odam taniydi, zo'r podдержка qiladi Xorazmliklar bir-birini deb aytdi. Biz videoni shunaqa boshlaganmizki, mana e'tibor bergan bo'lsangiz, meni ismim Bobur va men Xorazmdanman deb boshlagan video. Bobur. Bu endi patriotizm Xorazmliklarga nisbatan, ya'ni Xorazmlik, ya'ni bitta tadbirkor blogini boshladi, insight berishi, o'zida bor bilimlarini ommaga ulashishni boshladi. Bu zo'r degan narsani как бы berganmiz. Kommentariyasini ko'rsangiz ham, misol uchun, mana o'sha Xorazmlik mashhur insonlar, Jasur aka, Rustamovich, boshqa insonlar kommentlar yozishgan. Mana Xorazm kuch, Xorazmlik ijodkorlar ko'paysin, ishingizga omad, rivoj tilaymiz degan narsa bo'lib, Xorazmliklar shu videoga kelib, yig'ilib, katta prosmotr bo'lib ketgan. Shu narsani biz e'tiborga olganmiz. Endi qarang. Hozir men sizga bitta narsa ko'rsataman. Bizani bu profilda birinchi million prosmotr urgan videomiz, adashmasam 1-1,5 oydan keyin bo'lgan. Mana qaysi mavzuda? Ya'ni munosabatlar mavzusida biz birinchi 1 millionlik prosmotr urganmiz. Necha yoshda uylangan yaxshi? Oldinlar o'ylardim, shu 28dan keyin 30 yoshdan keyin uylangan yaxshidir, karyera qilib. O'zim 24 yoshda uylanganman. Uni keyin tushundimki, erta uylangan yaxshi ekan. Studentligimda 4-kursda uylandim. Shu paytda ishni ham boshlagandim. To farzandimiz tug'ilguncha qiyin bo'lgan. 1 yil qiynalganman haqiqatdan. Keyin ishlarim yaxshi bo'lib ketgan. 1 yil bo'ldi, 3-farzandim tug'ildi, Muhammad Amin. Shu tug'ilgandan keyin ishlarim yana ancha oldinlashib, 3-sini rizq keldi. Ikkinchi xotin olsangiz, undan ham ko'p. Bu yerda men videoni savol berib boshlayman. Mana qarang. Qaytadan qo'yib beraman. Necha yoshda uylangan yaxshi? Shunaqa mavzular borki, o'sha mavzular asosida siz Reels olsangiz, katta prosmotr yig'ishi deyarli aniq. Bu qanaqa mavzular? Bu debatga sabab bo'ladigan mavzular. Ya'ni auditoriyani ikkiga bo'lib yuboradi. Bu xuddiki Barsa yoki Real, Messi yoki Ronaldo, Pepsi yoki Cola, A sinfmi yoki B sinf deganga o'xshagan mavzular. Siz shu mavzularni olasiz. Shu mavzuni olganingizdan keyin bu yerda ham biz shu mavzudan foydalanganmiz. Ya'ni bu yerda ham auditoriya ikkiga bo'linadi.
yarim auditoriya aytadi, erta uylanish kerak, rizqi keladi, shunda zo'r bo'ladi deb aytadi. Qolgan auditoriya yo'q, kech uylanish kerak, uy-joy hamma sharoit qilingandan keyin uylangan yaxshi deb aytadi. Bu yerda ham shu debatga, ya'ni o'zaro tortishuvga sabab bo'ladigan mavzu, o'shancha katta prosmotr yig'gan. Xo'p, bu qanaqa ishlaydi? Siz shu mavzuni olasiz va bitta tomonga aniq yon bosasiz. Ya'ni aytasiz, men erta uylanish tarafdoriman. Sababi erta uylansangiz shunaqa faktorlar bor, shunaqa narsalar bo'ladi. Kech uylangandan shu o'lsa o'ligi yaxshi, hech yomon joyi yo'q deysiz. Shu paytda sizni kuzatuvchilaringiz orasida sizga qarshi ketadigan insonlar bo'ladi. Ya'ni shunaqa qism bo'ladi o'zi, auditoriya. Ya'ni fikringizga qo'shilmaydi tabiiyki. Yo'q deydi, men akam erta uylangan, meni hayotda o'xshamagan, men kech uylandim, meni hayotim zo'r. Kech uylangan yaxshi, kech uylanishni maslahat beraman deydi. Va tabiiyki u ichidagi fikrini sizga aytish uchun kommentariyaga kiradi. Komment yozadi. Bobur aka, mana shunaqa kech uylangan yaxshi. Yoki erta uylanib, hayoti zo'r bo'lib ketganlar ham kiradi. 100% gapingizga qo'shilaman. Erta uylangan yaxshi deydi. Shunaqa qilib auditoriyani o'zini ichida tortishuv paydo bo'ladi. Ya'ni yaxshi ma'noda tortishuv. Kimdir bu tomonga o'tib ketadi, kimdir bu tomonga o'tib ketadi. Va bu videoni vovlichunistini oshiradi. Ya'ni bunaqa videolar ko'p komment yig'adi, ko'p repost bo'ladi, ko'p like yig'adi, ko'p prosmotr bo'ladi va shuni hisobiga video rekomendatsiyaga chiqadi. Bu yerda xuddi shu narsa ishlagan. Ya'ni kommentga kirsangiz, mana 21 yoshda uylandim, bir oydan keyin ishlarim zo'r bo'lib ketdi. 34 ta like misol uchun. Gap yoshda emas, gap oilani eplab keta olishda, yarim yo'lda tashlab ketmaslik. Bunda o'ta chiroyli o'rnak bo'lish kerak. Har xil qiyinchilik kelganda, yo'q, xotinni ham, yo'q, farzandni ham alam olish kerak emas. Ko'rib turganingizdek, bu yerda auditoriya ikkiga bo'lingan. Hammani o'zining fikri bor, hamma o'zining fikrini kirib yozib bu videoni prosmotrini katta qilib yuborgan. Bu yerda shu narsa ishlagan. O'zi bu proyekt menga rosa yoqadi. Nimaga? Bu yerda juda ko'p, misol uchun, chiroyli keyslar bo'lgan, vizuallarga juda qattiq ahamiyat berganmiz. Mana bu videoni ham ko'rsangiz, vizualni. Biznes boshlashga qanaqa qaraysiz? Iloji boricha mana bu ham vizual chiroyli. Supralarda Amirsoylarga chiqib syomka qilgan paytlarimiz bo'lgan. Xorazmlarga borib, ichan qal'alarning ichiga kirib, Suprada syomkalar qilganmiz. Men sizga hozir bitta zo'r kadr qo'yib beraman. Mana bu yerda ham misol uchun Amirsoyda olingan. keng uylanganlar bilish kerak bo'lgan top 3 ta maslahat. Kadr qarang, просто orqada tog', hammasi bu yerda xrameka, hech narsa yo'q, tabiiy mashinada o'sha Amirsoy tog'iga chiqib borib, mashinani joylashtirib, mana bunaqa stulchik olib, o'sha orqadagi tog' kadr qo'yib, piksel obyektivda olingan bu yerda. Shunaqa. Xo'p. Bobur akaning blogini rivojlantirishni boshladik. Endi Bobur akaning loyihalari bor, o'zini uy sotadi. Tabiiyki blogdan unumli foydalanish kerak. O'sha uyni sotish kerak. Nima qildi? Xorazmlik o'sha mashhur insonlar bor, misol uchun Jasur aka. Jasur aka bilan kollaboratsiya videolar olishni boshladi. Ya'ni Bobur aka qanaqa odam, qanaqa loyihalari bor, hozir Toshkentda qanaqa loyiha qilyapti va bu narsani ko'rib Xorazmlik aholi, Toshkentlik aholi Bobur akaga qiziqish bildirdi. Siz qanaqa loyihalar bor, qanaqa uy quryapsizlar, men ham uy olmoqchi edim. Siz ishonchli odam ekansiz, sizdan sotib olsam bo'ladimi degan talablar ko'payib ketib qoldi. Va tabiiyki Instagram orqasidan uy sotish boshlandi. Bobur akaning o'zini menga bergan intervyusi bor, men blogimni qo'yib qo'yganman ham. Bu yerda aytganlar, men 2-oy shu Instagram orqasidan shaxsan o'zim 10 ta uy sotdim deb aytganlar. O'sha hisobda endi sonini aytmaganlar, 30 ta 40 ta, balki undan ham ko'p shu Instagram o'zidan uy sotganlar. Bobur akaning o'zi. Shaxsiy brendni boshladik, Instagramda aylanishni chiqishni boshladi. Shaxsan o'zim ana shu boshlaganimizdan keyin bir 2-3-oyda shaxsan o'zim 10 ta uy sotdim. Shunaqa qilib video chiqarishni boshladik va eng katta prosmotr yig'gan videomiz bizani 2 million prosmotr bo'lgan. O'sha 3-oyga to'g'ri kelgan, noyabr oyida qo'yganmiz. Bu yerda nimaga e'tibor berganmiz? Qarab turinglar. Men hozir birinchi videoni qo'yib beraman. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me.
Did what I had to do just to feed me, and what was What left if all over of I us put took that towards my attitude dreaming? after we face But a the only rejection thing in and a life no, that or has we have a meaning meeting and no are one the shows things you up, gotta or work somebody for say to you can leave count me. on me and they Take don't into your come hands a through? plan, your What own if we hands had can that land kind of your own attitude? The brand cause and damn, repossess. I feel like Nobody no one believes takes in you. You've accountability. lost They want again the and again and again. credibility, The lights are cut convincingly off, unwilling to but you're put in still the looking fucking at your hours it dream, takes to get some reviewing it power. every day and Fucking say to yourself, sour. Take it's a not cold shower. over Scream until you're I louder. Work win. until you're prouder, and fuck all the doubters. They're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these Bu fucking videoda clowns. 2 million prosmotr yegan. Men hozir sababini tushuntirib beraman. Bu yerda storytelling formatiga o'tdi. Va bu yerda motivatsionniy chastlar qo'shilgan bu videoga. Bobur aka hayotlarini storytelling qilib, o'sha rasmlar, videolar bilan tekst qo'shib turib olib chiqqanmiz bu yoqda. Bu video nimaga 2 million prosmotr yig'gan degan savolga javob bersam, o'zi ijtimoiy tarmoqlar, ayniqsa Instagram blockbusterga o'xshagan hikoyalarni yaxshi ko'radi. Bu qanaqa hikoya? Bir inson bo'ladi, yoshligida rosa qiynaladi, omadi kelmaydi, ishi o'xshamaydi. Men primerga aytaman, omadi kelmaydi, ishi o'xshamaydi, bir marta urinib ko'radi, 2 marta, 3 marta urinib ko'radi, hech o'xshamaydi. 5-inchisi o'xshab ketadi, keyin omadi kelib rivojlanib zo'r bo'lib ketadi. Shu bilan ishi o'xshab, muvaffaqiyatli va boy bo'lib ketadi. Mana shunaqa blockbusterli hikoyalar Instagramga rosa yoqadi. Nimaga? Bunaqa videolarni ko'rib odamlar o'ziga motivatsiya oladi Instagramda va ko'proq vaqtini Instagramda o'tkazadi. Ya'ni, допустим, aytaylik, meni hozir hayotim bardak bo'lsa, ya'ni qiyinchilikda bo'lib turgan bo'lsa, men shunaqa videoni ko'rib, mana bunaqa odam ham o'zi qiyinchilik ko'rdi bo'lgan ekan, zo'r bo'lib ketgan ekan, demak, men ham hozir taslim bo'lmasam, ertaga men ham zo'r bo'lib ketaman degan narsa bo'ladi. O'shaning uchun bunaqa videolar ko'p prosmotr yig'adi va bizda ham bu video 2 milliondan oshiq ko'rilgan va eng katta shu videoni orqasidan adashmasam 13 mingga yaqin auditoriya kelgan. Bizni content chastida doimiy video chiqarganmiz. Ya'ni deyarli 3 oy davomida har kuni video chiqarganmiz, deyarli. Va bu narsani qilish kerakmi? Qilish kerak. Ko'proq content chiqarsangiz, videolaringiz rekomendatsiyaga chiqish ehtimoli balandroq bo'ladi. Lekin bir oy oldin Instagram CEO'si intervyu berdi. U aytdiki, oldin ko'proq content chiqarsangiz, har kuni content chiqarsangiz, Xudoga shukr, videolaringiz rekomendatsiya chiqish ehtimoli katta bo'lardi. Hozir unaqa bo'lmayapti, chunki Instagramda video juda ko'payib ketdi kontentlar va sifat borgan sari tushib boryapti. Hozir o'shaning uchun biz ozgina algoritm o'zgartirdik. Hozir sifatga ko'proq e'tibor beryapmiz degan podkastini shaxsan o'zim ko'rdim, bir oy oldin chiqqan podkast. U aytdiki, endi sifatga ko'proq urg'u bersangiz, videolaringiz rekomendatsiyaga chiqish ehtimoli oshadi. O'shaning uchun songa emas, sifatga ko'proq e'tibor bering deb intervyu berdi. Shunaqa qilib biz bu profilda, mana shu profilda shu usul orqali 3 oyda 30 mingga yaqin auditoriya yig'dik. Mana nol edi proyekt. Biz 30 ming sifatli auditoriya yig'dik va bu blok orqasidan kerak bo'lsa $1 million dan oshiq sotuv qilganmiz. Qisqacha shu razbor. Endi aka, siz ham agar blog yuritish niyatingiz bo'lsa, xohishingiz bo'lsa, lekin sizda muammo paydo bo'lgan bo'lsa, vaqtingiz bo'lmayotgan, ulgurmayotgan bo'lsangiz, shu ishni o'zini professionalga topshirmoqchi bo'lsangiz, menda sizga bu borada zo'r yechim bor. O'zimni dasturimni taklif qila olaman sizga. U dastur bo'yicha so'rovnomani to'ldirishingiz kerak. So'rovnomaga linkni men pastda qoldiraman. O'sha videoni tagida izohlarda qoldiraman. O'sha izohlarda linkka kirib so'rovnomani to'ldiring. O'zimizning filtrimiz bor. O'sha filtrdan o'tsangiz, men shaxsan o'zim sizga telefon qilaman yoki sozvon qilamiz, ko'ramiz yoki ko'rishamiz, qayerdadir offline встреча qilamiz, face to face. Ko'rishib, gaplashib, shunaqa rezultatlar sizga qilib bera olamiz bemalol. Bu meni keyslarimdan bittasi edi, razbori. Keyingi safar xudo xolisa men sizga Maftun English proyektini razborini qilib beraman. U yerda ham bomba case bo'lgan. 40 ta reels bilan 60 ming auditoriya olib kirganmiz. Agar sizga ushbu video manfaatli bo'lgan bo'lsa, meni YouTube sahifamga obuna bo'ling va albatta like bosishni unutmang. Hammaga rahmat.